O'zbekistonda yangilik do'stlar, endi gaz kerak emas. Gazi yo'q joylarda endi ikkita paqirda olib turib, kardonni yoqib, sinishlarda vaqti o'tdi do'stlar. Eng qizig'i bu narsaga biz dunyoga ham ishlab chiqarishni O'zbekistonda yangilik ixtiro etsa ham bo'lar ekan. Ahamiyat bersalaring do'stlar, mana shu narsamizni oldingilar, ya'ni bizdan oldingi odamlar do'stlar gaz yo'qligida shunaqa bo'lib isingan, lekin gaz yo'qlar ham bir xilgi joylar shunaqa isinayotgan. Endi bunaqa isinishlarda vaqti o'tdi do'stlar. Gazi yo'q joyi bo'lsa bo'ldi do'stlar. Bu narsamiz bitta olasiz, maza qilib ishlatar ekansizlar. Tok rasxoti atiga oyiga 5000 so'mdan boshlab 15000 so'mgacha rasxot qilar ekan. Uyingiz tutamas ekan, sasimas ekan, hech nima bo'lmas ekan, misol uchun yangi remont qilib bersangiz, bu narsamizni olsangiz maza qilib sinib o'tirsangiz bo'lar ekan. Endi bunaqa sinishlarda vaqti o'tdi. Endi to'liq ma'lumotni usta akamiz Farhod akadan olsak, to'liq ma'lumotni bu nimamizda aytadilar. Assalomu alaykum. Farhod aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Ishni qo'yib olamiz. Aka, gazi yo'q joylarga bu narsani ishlatsa bo'ladi, aka. Xudo xolasa. Gaz, tok kerak emas bizga inshaalloh. Xudo xolasa. Necha yilga garantiya berasiz o'sha yangiligingizga? Ixtiroingizga 1 yildan 2 yilgacha garantiya beradi. 1 yildan 2 yilgacha garantiya beriladi. Bu eng kami. Eng kami. Undan ko'p ishlatsa ham o'zi 10 yil, 15 yil ishlataveradi bu narsani, xudo xolasa. Endi mana qilib yoqishlarda vaqti o'tdi, jon paqirlarda, hali tabiatga zarar berishlarda vaqti o'tdi. Yo'q, unaqa narsalar bo'lmaydi. O'zi bu narsamiz nimaga ishlaydi ko'proq aka? Ko'mirga ishlaydi. Ko'mirga ishlaydi. Endi aka qarang mana. Ko'mirda ham har xil bor-da. Bizda misol uchun qirg'izniki bor, qozoqniki, O'zbekistonniki shunaqa bor. Любой ko'mir tanlamaydimi? Ko'mir tanlamaydi. Xohlaganini qo'yadi. Просто angrenni ko'mirning kaloriyasi bo'lsa shu xolos. Kaloriyasi past bo'ladi. Yoqishda jicha farqi bo'ladi. Demak, mana bo'lib ko'mirda hali pechka emas, u narsa aytayotgan narsa. Emas, qo'li qora yemaydi, boshqa olmaydi. Bir marta solib qo'yadi, bo'ldi. 3-4 kunga yetadi bitta. Ha, yetadi. Tashab bersa, xudo. Mana bo'lib tutib yurmaydimi ko'mir tashab bersa? Umuman tutamaydi. Yo'q, tutamaydi. Xo'p, bitta tashab bersa, bitta to'kib bersa, o'zi necha qop to'ksa bo'ladi u aytayotgan narsamizga? 3 qop, 4 qop sig'averadi. 3 qop necha kunga yetadi? O'rtacha. O'rtacha endi 3 kun, 4 kunga yetaveradi. 3 kun, 4 kunga bitta zapravka bilan yetadi, aka. Shu bilan bo'ldi, muammo yechildi. Shu bilan muammo yechiladi. O'zi bu narsamiz nima o'zi yangiligimiz, aka? Bu biz yangilik Dubayda titan kat yo'llarimiz. Mana do'stlar, sizlarga aytgan yangiligim bo'ladi, do'stlar. Yangilik ixtiro etsa ham bo'laveradi. Hozir mana yozgi kunida akalarimiz cho'tka holatda mana yoqib ko'rsatib beryapti. Ichkarida adashmasam bir 1000 gradusga yaqin issiqlik bor, lekin bunday qilib yopib bersalar, do'stlar, umuman issiq tashqariga yurmaydi. Chunki bu uteplit bo'lgan bo'ladi, aka, xudo xolasa. Полностью uteplit bo'ladi. Motorlari ham, korpuslari ham bu yil bu titan, ya'ni katyolimiz polni yangilandi, aka. Albatta yangilandi, xudo xolasa. Korpuslari ham yo'q, bular o'zgardi. Xudo xolasa. Xo'p, motorlarimiz nechalik, aka? Motorlarimiz aka 220 kilovat, 220 motor. 220 dan, xudo xolasa. Hammasi standart 220. 120 li yo'q. Yo'q, hammasi 220 inshaalloh. 220 dan bo'ladi, xudo xolasa, do'stlar, ko'ryapsizlar. Korpuslari qanaqa aka bunisi? Korpuslari, birlik 09 ishlardan bo'ladi hoji aka. Tevasi. Tevasi, bo'ldi. Ichidagi temirlar? Ichida temirlar 4 likdan ham yo'q. 4 lik garyachi. Garyachi, katyolga moslangan rossiyskiy ishlar hammasi. Xudo xolasa. Bu hozir necha kvadratli shu? Bu 30 kilovatli bu. 30 kilo, ya'ni 300 kvadratli. Xo'p, qancha rasxot qiladi 300 kvadratga aka o'rtacha? 30 kilodan 50 kilogacha rasxot qiladi. 30 kilodan 50 kilogacha rasxot qiladi. Eng kichigi necha kvadratli bo'ladi aka shunda? 10 kilovatli bo'ladi. 10 kilovatli bo'ladi. Ya'ni 100 kvadrat metr. 100 kvadratga qancha rasxot qiladi? 25 kilodan 40 kilogacha rasxot qiladi. 40 kilogacha rasxot qiladi. Mana hozir bunimiz suvi bor ichida, mana qaynaqana chiqyapti. Hozir otib yuboradi-yu. Xo'p, nalichida hozircha bor. O'tgan yili ko'pchilik ulgurmadi katyolga. Xudo xolasa mana ochilishlarga ahamiyat beringlar do'stlar. Katyollar, buyul hamma rivojlanib ketdi katyolda. Mana shunday holatda ko'mir tashlaysiz, o'zi bag'dan, ya'ni vaqti bor. Maydalab olib ketaveradi. Bunimiz qancha oladi? 3 qopmi? 3 qop, 4 qop olaveradi. 3 qop, 4 qop olaveradi. Ziyodroq oladi. Ya'ni agar kichkinasi bo'lsa, u kichikroq qopda olaveradi. Kichikroq oladi. Sutkagacha tegmasa bo'laveradi. Bo'laveradi bemalol. Xudo xolasa. Motorlarimiz ham kattasidan do'stlar, umuman tiqilib qolmaydi, xudo xolasa. Tiqilib qolsa avtomatik o'zi orqaga qaytadi. Orqaga qaytadi, xudo xolasa. Endi mana nalichida bormi deganlarga, mana do'stlar ahamiyat berib qo'yasizlar. Nalichida tayyori bor. Hozir zakaz qilishsa tayyori bor, aka. Hozir kunda o'tgan yil ko'pchilik ulgurmadi. Hozirroq zakaz qilinglar. Mana cho'rniy holatdagi bo'ladi. Bu ichidagi garelkalar. Garelkalari nechalik? Listdanmi yo chugunmi? Yo'q, listdan bo'ladi. Garelkalari 8 lik listdan bo'ladi. 8 lik listdan bo'ladi. Unga ham garantiya beriladi. Garantiya ham yo'q. Yo, ahamiyat bersalar, listlarimiz yangi bo'ladi. Ortiqcha ishlatilgan yoki boshqa narsa listlari bo'lmaydi. Aytganimizdek, yangi cho'tka holatda qilib berishadi. Bular kattaroq, adashmasam 400-500 bo'lsa. Bu 50 kilovatli. 500 lik ekan. Xudo
xohlasa. Shunday holatda. Bular boshqacharoq, yangi patonda chiqqan, xudo xolasa. Zo'r. Bu endi cho'nli holatda do'stlar, kitob shaklida. 9 ta kitob bo'ladi bular. 9 ta kitob bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, aka eng arzoni 100 kvadratlik necha puldan boshlanadi? $1000 ularda. 1000 dollardan. Dastavka qanaqa? Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab bor. Xo'p, menga 1000 kvadrat yoki undan yuqori 5000, 6000 kvadrat desa qilib beraverasizmi aka asosida? 2000 kvadratni narigacha qilaveramiz. Qilaveradi. Motorlarga kuymasligiga garantiya beriladi. Garantiya bor bular. Motorlar xudo xolasa mana 4 yildan ziyod bo'ldi boshlaymiz. Hali birortasi ish ko'rsatgan yo'q. Ish ko'rsatgani liboy ko'mir tashaveradi. Tashaveradi, qiziq. Hoka katta farqi yo'q. Maydalab tashlaydi. Ichida bo'lsa g'ish-pish katta ko'mirlar imkon qo'ymay sindirib yuboradi. Maydalab tashlaydi, xudo xolasa. Do'stlar, kimgadir qizig'i bo'lsa, akalarimiz nomerlarni pastda qoldirdik. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Buvayda tumani. Buvayda tumanida arenterimiz Dehqonobod qishlog'i. Dehqonobod qishlog'ida, ya'ni Buvayda Titanda turibmiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, eng arzoni 1000 dollardan vodiy bo'ylab dastavka bepul. Vodiydan tashqari Yo'q, kelish. O'zbekiston bo'ylab. Ha, 1000 dollar ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Ha, O'zbekiston bo'ylab bepul. Xudo xolasa do'stlar, kelib ko'ra olaman sanang, pastdagi nomerlarga yoki bemalol kelib ko'rsalar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.